Altınılıp hazırgacha ziyon tatib bakmadım. Ben izchil pul tepatibman. Şunu ketmay turinglar, filmni suratmay. Men sizlarga shu meni ko'ngil qilganlarninki foydasini sizlarga ko'rsatib qo'yay. Men shu yilisi 25-yili 3-oyda Turg'a film yo'llagan Töbeştal. Altınning bazisi 26-yili cho'qim 1200 gacha chiqdi degan vaqtimda jiq odamlar meni tildigan gapimni tushunmagan, ham shu vaqtda oltin olganlarmi nurg'un pul topgan. Undaqda hozir oltin olsak bilan bo'lmabdi. Bugun kun kelganda oltinning bazisi 900 go'yda sap bo'ldi. Men shu 3-oyda degan vaqtimda 630 go'y, 640 go'y oladimlar shu vaqtda. Shu vaqtda gapimni anglab necha million oltin olganlar. Bugun kun kelganda allaqachon bekadin 200 ming pul topdicha. Bir o'ynog'iday, bir mashinog'iday pul topdi. 50 ming, 30 ming olganlarmi 10 necha ming pul topdi. Ben 2 yıl oldu dostlar. Izchil altın anglar, yançuqonlardagi pullarni oltinga almashtirib, o'y qilib qo'yinglar. Bankadagi pullaringlar chiqib, oltinga almashtirib, o'y qilib qo'yinglar degan gapimni siz tushunamsizlar. Oltinning bahasi o'samdi, o'smamdi, uning bilan bizning karimiz yo'q dostlar. Bizning birdan-bir diqqat qilishimiz nima desanglar? Oltin olgan chog'da mangu ziyon tortmasning birdan-bir usuli qarzga, nesiga oltin olmaslik. Oltinni qanday qilamiz? Necha yuz ming pul xajab sotib olamiz. Sotib olgandan keyin masalan bahasi tushib ketishi mumkin. Qo'rqmaymiz. Bahasi tushib ketsin. Faqat oltin sizning qo'lingizdan bo'lsa, 1-2 yil bardosh qilsangiz, yana ziyon tortmaysiz. Shu mablag' solishda do'stlar. 3 yil, 5 yilni nishon qilib turib mablag' solsangiz, ishtonga chiqarib tutqash chiqib qoladi. Shunga pul yo'q do'stlar. Igilik tiklashga mablag' solamiz. Igilik tiklab tijorat qilib, pul tepib, topgan pulni olib kirib, mablag' solganda bardoshlik berish kuchini oshug'ulutu mangu ziyon tortmaysizlar. Bular mana shu oltin savdosida olgandan keyin naqma tutqilayotgan maqma bo'lsa jufu bodim bankidan elan bo'lmaydi. Tutqilayotgan, o'gab ketayotgan, boshangul soat qilayotgan naq molni olsiz. Masalan, zig'cha oltinda emas, pulingiz jiqroq bo'lsa, pulingiz ozroq bo'lsa, masalan, uzuk deytmiz, u deytmiz, bu deytmiz degandek ashlarni olsangiz bo'tu. Satmasangiz lekin mangu ziyon chiqmaydi. Mana qat'iy yesangiz tutma prinsipni. Şu altında 100 ming g'ozi alsam, mesela şuna 900 koydum. 100 ming altın aldım. Etse 800 uçup gitti. Men ziyan tortdimmi? Gadanga nechin sasutayın adamninki, ziyan tortdi degan adamninki. Ziyan tortmadingiz, oltin qo'lingizda bataq satmadingiz, nima ish ziyan tortasiz? Bugun 900 koydun aldingiz, et 800 uçuydi. Sarangmas siz apirib satqil oltinni. Satmadik degan gap, ziyan tortmadik degan gap. Ma prinsipni sinib tutsang, lekin oltin olganda qat'iy ziyan tortmaysizlar. Oltinni qanday odam olsutu deganda hajlamaydigan, ishlatmaydigan, 1-2 yil, 3 yil ishlatmaydigan pulingiz bo'lsa, oltinning bahasi 1000 ko'ra chiqsimi, ilib uyingizga qolgan. Bankadagi pullaringiz bo'lsa ishlatmaydigan, 3-4 yilgacha olmaydigan pullar olib qo'yib qolsa, oltinni ilib uyingizga qolib qo'ysangiz, oltinning bahasi sizning pulingizni, boyligingizni ko'paytirib beradi. Esingizda bo'lsin, siz ishlatayotgan qog'oz pul, telefoningizdagi sonliq ma'lumotninki hammasi yolg'on. Birdan-bir rost pul qaysi desa, oltin, kumush. Mushu ikkisi lekin rost pul. Siz ishlatgan naqd puldan tortib, xonbodan tortib hammasi biri yolg'on. Buningki qimmati kundan-kunga yo'qaydi. Bu gapni men degilto'g'li 3-4 yil olib qoldi. Masalan, burun 1 ko'y pulga nurg'un ishni qilibdi. 100 ko'y pulga nurg'un ishni qilibdi. Hozir 50 ko'y, 30 ko'y pulga nima ish qilibdi? Hatta yançuqonuzga 10 necha ming pulni qolib qolgan taqdirdami, buningki qimmati tushib ketdi. Hozir 10 ming ko'ga xili jaqishni qilib olsa, kelgusida 10 ming ko'ga hech qanday ish qilib olmaydi. Shu 10 ming ko'ni o'yga yotganning orasiga tiqib qo'ygandan oltin bilan kumush olib qo'ysangiz, 10 ming ko'yingiz kelgusida 15 ming ko'ga o'laydi, 16 ming ko'ga o'laydi, 16, 17, 18 ming ko'ga xili jaqishni qilib oladi. Mushta tushunsangiz bo'ldi. Sizning yançuqonlardagi pulning hammasi yolg'on. Faqat oltin lekin haqiqiy pul. Oltinni necha millionning oldiga olsanglarmi, yana derhal tez suratda pulga aylantiriladi. Shuni deyman, ishlatmaydigan pulinglar bo'lsa, hozir oltinning bahasi 900 ga bo'lsin, karanli bo'lsin, ishlatmaydigan pulinglar bo'lsa, oltinga, kumushga aylantirib, uyingizga qolib qolinglar. Undan keyin 1-2 yildan keyin mening deganimninki foydasini ko'rsizlar. Agarda baylar olib qolib qolsanglar, zo'ping grab bo'lmayminda. Men bilan aloqa qilishib, meni izlab menda. Mablag' sotgan turlar va mablag' sotgan ishlar va sizlarga yo'l ko'rsatib qo'ysam, men nima olsam sizlar shuni olsanglar, men nega mablag' solsam shu ham ozroq sap qo'ysanglar, unda pul topsizlar. Zo'ping grab ishni qilib olmaydi, zo'ping grab mablag' solishga bo'lmaydi do'stlar. Shuni deyotgan gap, uyingizda pul olib qo'yib qolsa, ishlatmaydigan cho'qim oltinga almashtirib qolib qo'yinglar. Kelgusida cho'qim, kelgusi 10 yilgacha
altının bahasınınki 5000 ko, 6000 ko, 10000 ko çıqqanını silkirsizlar. Pul kundan kunga paxallashdi, lekin oltin kundan kunga qimmati yuqori ko'taryapti. Shunlashqa ozi oltin deb qo'ysak, qarzab oltin atqanlar, uni tutqanlar shu qo'ltilar. Ortiq pullarlar bo'lsa, biz qanday qilamiz? App qilib qo'ysak bu to'p. Undan keyin qarzab oltin olaymi, oltinga mablag' solaymi deganlar shu qo'ltib, pul tepishga mablag' solang. Egilik tiklashga mablag' solang. Pul topgandan keyin atqan narsa u. Pulunuz bo'lsa oltinlang, pulunuz bo'lmasa egilik tiklang. Мен bir şey sözlay, mafilmni yoqtirgan yo'q bo'lsa, binkaslarga xatlarni yo'llab, taqib qo'yinglar, ajab odamlar foydalanib qolsa.